Yo, what's up? Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Shohidek bot. Ko'pchilik mendan ikkita narsani juda ko'p so'ragandi. Ya'ni Secret'ning yangi dasturjeni va WoW kiyim olishni o'rgating deganda birdaniga ikkalasini bittada o'rgatmoqchiman. Oh my god! Sizlar kutgan videoni men chiqaryapman. Endi sizlar men kutgan aktivni qilib berishingiz, men kutgan like, men kutgan obuna juda ham xursand bo'lardim. 100 mingta bo'lishing ham juda oz qolgan, ya'ni 8 ming odam qolgan. Hammamizda ikkita uchta YouTube akkauntlar bor. Hammasidan obuna bo'lsak, easy biz 2-3 kunda ham 100 mingta bo'lsak bo'ladi. Bundan oldin bittasini aytib o'tishim kerak. Yangi X-Suite kelgan, kimdir ochmagan bo'lsa yoki ochgan bo'lsa ham ko'pni tushira olmagan bo'lsa, yana donat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bizda bomba aksiya ketyapti. Mana X-Suite kelgani uchun narxlar tashlab qo'yaman. Bemalol kirib 100 mingdan xarid qilishingiz mumkin Telegramdan yoki mana bunaqangi bizning narsalarimiz ham bor. Bu nimalarni tushunmayman. Bular ham bor. Buni ham olsangiz bo'ladi. Hammasi ID orqali 100% xavfsiz va tezkor. Eng muhimi tezkor. Men o'zim qarab turaman tezkorligiga. Muammo bo'lishi mumkin emas. Admin lichkasi opetsiyada va kommentariyada bo'ladi. Bitta aytgancha bizni yuzga qanchalik omadli ekanligini mana bu Oziv kanalimiz bor. Kirib ko'rishlar mumkin. 20 yuztaga ikkala X-Suite'ni tushirgan odamni ko'rganmisiz? Yo'qmi? Unda bizni yuzta olganlar tushiryapti. Xullas, birinchi o'rinda Secret'ni dasturchidan men sizga o'rgatadigan bo'lsam, like bosishdan chiqmasin. Xo'sh. Buni topib olamiz. Mana bu dasturchidan, ya'ni og'riqqa chidash degan dasturjeniya va buni aytib qo'ygan. Ember garantni, nima u garant? Tushunmadim. Ember garantni qayta o'qlash paytida bir marta barmog'ingizni qisib oling. Mana bunday qisish yoki bunday qisishmi? Bilmayman. Tushunmadim, lekin boshida men tushunmadim, bajardim, lekin qanday qilib bajarganimni tushunmadim. Lekin bir-ikki marta urindim, bajara olmadim, keyin bajarilib qopti, keyin piri komil katta ustozlardan so'rab keldim men, keyin men o'rgatishdi. Bor, podpishchini o'rgat, kalkulyatorimizni deshdi. Bo'ldi, bir og'iz saxsa gapizdim. What? O'rgatishni boshladim. Buning uchun hozir reytingni boshlasangiz bo'ladi. Misol uchun men Livikda boshlayapman. Livikda siz xohlagan kartangizni qilsangiz bo'ladi. Buni bajarish uchun nima qilish kerakligini men video davomida, o'yin davomida ko'rsatib o'taman va video oxirida esa o'sha hamma so'ragan WoW kiyimni qanday qilib olish mumkinligini tushuntirib o'tib ketaman. Bu safar 100% o'sha kiyimni olsangiz bo'ladi. Ikkita variantini aytaman. Bittasi tekin, bittasi pulli. Aytaman. Kimga qaysi qulay bo'lsa qilaveradi. Yorvorimni hozir Groxga tushib, yangi qo'shilgan qurol topishimiz kerak bo'ladi. Agar topolmasam, magazindan iloji yo'q, u qurolni olamiz. Bizga mana bu qurol kerak bo'ladi. Bu qurolni olgandan keyin bizga bitta bot kerak bo'ladi. To'g'risi, buni bajarishda ko'pchilik aytdi va so'rab surishtirsam, mana shuni har xil ochish kerak ekan. O'tirib, presliga olib, osmonga olib, boshqa qilib har xil ochish kerak. Bir 5-6 ta, 7-8 ta patron o'q tugatgandan keyin bajarilib qolar ekan, lekin men qildim, bajarilmadi. Keyin bilsam, bitta odamni o'ldirib qilish kerak ekan degan narsa eshitdim. O odam. O bot. O'ldirishdan qilsa o'xshar ekan. Men qildim, lekin o'xshadi. Balki o'ldirmasam o'xshar. Buni albatta sinab ko'ring. Lekin обязательно har yoqqa o'q tortishingiz kerak ekan hozir.
Shuni men sizga bajarib ko'rsatib beraman. Maktabda bot bu, odammi bu? Shunaqa bo'lsa ham bo'laveradi. Endi bizni qiladigan ishimiz endi mana qilamizda halojoga to'lamiz. Bizga hech xalal bermasligi kerak. O'tgandan keyin o'tirib, yotib, osmonga tilga olib, olmasdan bunaqa otishingiz kerak bo'ldi-ku. Endi odam kelyapti-ya. Buncha uspet qilsam kerak. Bo'ldi, menimcha bu bajarildi, bu ish haqsiz bo'ldi, bajariladi. Men o'lgan deb o'yladim bor. Don't give up. Your teammates can still recall you. Yo, menga bu o'ynash shart emas, chiqib ketaman. Endi mana bu kiyimni qanday olamiz degan narsaga javob berib o'tib ketaman. Birinchisi, avtorlik olib, o'zingiz avtorlik olish oson bo'lib qolgan hozir. Qiyin emas, oson emas, o'rtacha. Avtorlik olib, o'zingiz WoW karta yasab, WoW kartangizda qancha odam o'ynatib, keyin buni tangi qilib olasiz. Buni bo'yicha bafurcha video qilganman, ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchi varianti, biz mana shu kiyimni sizga 1 kundan 5 kun davomida olib beramiz. Akkauntga QR koddan kiritasiz, bo'ldi. O'zimiz narxi 200 ming so'm. Nega 200 ming so'm? Buning ichida nimalar bor? Birinchidan, akkauntingizga o'zimiz avtorlik olib beramiz. O'zimiz WoW karta yasaymiz. Bunga misol uchun 50 ta, 40 ta WoW karta yasash to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'zimiz WoW kartani o'ynatib, ochkolar yig'ib, polnisizga shuni olib beramiz. Bu yerda ancha mehnat bor. Aslida bu undan ham qimmatga arziydi. Shunchaki sizlarga yengillik bo'lsin deb men arzonga qilib beryapman. Agar sizga mana shu kiyimdan kimga olib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu linkga Telegramdan yozing. Sizga buni olib beramiz. 100% garantiya men o'zim javob beraman olinishiga. Menimcha video tushunarli bo'ldi. Albatta like, obuna esdan chiqmasin.